Foyda qilamiz kanalining qadrli obunachilari. Bugungi obzorimizda xuddi shu ko'rib turganlaringdek dazmollarimizni, vakuum apparatlarimizni, shu har xil 4 xil 5 xillardan hamda upakovочный apparatlarimizni, vakuum apparatlarimizni hozir oldan obzor qilamiz. Video boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz chiqmasa, maksimal shu sohada o'rtagan joy qilsangiz, xudo xohlasa sizga ham video, bizga ham video manfaatli bo'ladi. Qani bo'lmasa biz videoni boshladik. Biz video davomida apparatlar necha o't ishlaydi, qanaqa tok rasxod qiladi, vakuum apparat qanaqa joylarga kerak, nima qilsam bo'ladi vakuum apparatda, upakovочный apparatda nima qilsam bo'ladi, xuddi shu savollarga video davomida javob berib o'tamiz. Xudo xolasa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz chiqmasa, maksimal shu sohadagi xudo xolasa o'rtagan joyni qo'ysalaring, video sizlarga ham bizga ham manfaatli bo'ladi. Qani bo'lmasa biz videomizni boshladik. Birinchi bo'lib videomizni boshlagan narsamiz bu dazmollarimizni videomizni boshlaymiz. Dazmollarimizni ko'rib turibsizlar, hozir bizda videoga olayotgani 60 sm hamda 90 sm qoldi. Xuddi shu dazmollarimizni 50 sm, 40 sm, 30 sm hamda 20 sm наличиеda mavjud. Ular narxlariga aytib keladigan bo'lsak, hammasi 200 gran ishlaydi. Xudo xolasa bir oydan servisini garantiya qilib beramiz. Xuddi o'sha 20 sm dazmolimiz narxi 300 ming so'm, 40 sm dazmolimiz 350 ming so'm, 50 sm dazmolimiz 450 ming so'm, hamda 60 sm dazmolimiz $110, hamda 80 sm dazmolimiz narxi $130, hamda 1 metrli dazmolimiz narxini esa $150 qilib qo'ydik. Xudo xolasa skidka narxda urgurib qolinglar, passiivdan qo'yib beramiz, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishingiz ham mumkin. Butun O'zbekistonga yetkazib beramiz. Любой apparat xohlasanglar, telefon orqali xohlasanglar kelib olib ketishingiz mumkin. Xo'p, endi vakuum apparatlarimizni boshlaydigan bo'lsak, vakuum apparatlarimiz mana ko'rinishi eng kichkinasi HZ250 model bo'ladi. 20 sm lentasi bo'ladi. Xohlasalaring vakuum, xohlasalaring salafanlarning og'zini yopib berish xususiyatiga ega dazmollar qilaveradi. Apparat xuddi shu ko'rinishda bo'ladi, salafan tanlamaydi. Xudo xolasa apparatimizga 3 oy servisini garantiya qilib qo'yamiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlarni skidka narxda 1 750 ming so'm qilib qo'ydik. Endi vakuum apparatlarimizda kattaroq modellarga o'tadigan bo'lsak, DZ modellarimiz bo'ladi. Buni tushunganlar ham bo'lishi kerak oramizda. DZ modellarimizni 260, DZ 400 hamda DZ 500 hamda DZ 600 modellarimiz hozir наличиеda mavjud. DZ modellarimiz bularga 6 oydan servisni garantiya qilib qo'yganmiz. Birinchi bo'lib kichkina eng jaddisi DZ 260 modeldan keladigan bo'lsak, xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Lentalari 26 sm 26 sm bo'ladi. 200 gran ishlaydi, soatga 2,5-3 kW примерно расход qiladi. Xudo xolasa qurut, serniy palch, shunga o'xshash narsalar bemalol upakovka qilib, sotib magazinga, shunga o'xshash joylarga tarqatishingiz mumkin. Bu apparatimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxini hozirgi kunda skidka narxida $389 qilib qo'ydik. Navbatdagisi DZ 400 modelimiz hisoblanadi. DZ 400 modelimiz 40 sm dan ikkita lentasi bo'ladi. Buning ichida apparat ichida nimalar запасной chiqadi desalaring, запасной lentasi, запасной spirali, hamda отвертка ключlari chiqadi va instruksiyaviy qog'ozi ham chiqadi. Moyi 30 grammli moyi ham chiqadi. O'z ichida moy bo'ladi, lekin tugagandan keyin запасной moyi ham chiqadi. Xo'p, 40 sm DZ apparatimiz 200 gram ishlaydi, soatga 3,5-4 kW расход qiladi примерно. Bu apparatimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxini hozirgi kunda skidka narxida $485 qilib qo'ydik. Xo'p, navbatdagi DZ apparatimizga keladigan bo'lsak, bu DZ 500 gabaritroq bo'ladi. 50 sm dan ikkita lentasi hisoblanadi. Masalan, 10 sm salafanlaringni 5 tabaqa tersangiz 10 tasi qo'radi bemalol. Xo'p, DZ apparatimiz 200 gram ishlaydi, soatga 5 kW 5,5 kW расход qiladi. Xo'p, bu DZ 500 modelimiz narxiga keladigan bo'lsak, $630 qilib qo'ydik. Xudo xolasa passiv bilan qo'yib beramiz, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Butun O'zbekistonga yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Video yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosishni umuman unutmanglar. Xudo xolasa, sizlar bundan zo'r videolar kutmoqda. Xo'p, navbatdagisiga o'tadigan bo'lsak, navbatdagisi DZ 600 model hisoblanadi. DZ 600 modelimiz 60 sm dan ikkita lentasi bo'ladi. Ichidan instruksiyaviy dunyo qog'ozi, запасной lentasi, запасной spirallari chiqadi. 200 gram ishlaydi, soatga 4 kW, 4,5 kW примерно расход qiladi. Xo'p, DZ 600 modelimiz narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda $850 qilib qo'ydik. Xudo xolasa hamma DZ vakuum apparatlarimiz skidka narxida ulgurib qolinglar. Xo'p, endi biz ikki xil bo'lgan upakovочный apparatni aytadigan bo'lsak, bu upakovочный apparat nimalarga kerak, nimalar upakovka qilaman degan savollarga hozir javob berib o'tamiz. Bu upakovka apparatda quruq mahsulot, semechka, makaron, shunga o'xshash bo'lgan quruq mahsulotlarni bemalol upakovka qilaverasizlar. Buni ikki xili, keyin ba'zi kattarog'i bor. Hozir men sizlarga video davomida qanaqa ishlaydi, necha grammgacha upakovka qiladi, xuddi shu savollarga javob beramiz. Xo'p, kichkinasidan boshlaydigan bo'lsak, kichkinasi 1 grammdan 100 grammgacha bemalol upakovka qilaveradi.
miyalarga vaysi berib qo'ysalaring, tarozicha tortib, o'zi pastga olib tushib, pastda upakovka qilib chiroyli qilib beradi. Bu apparatimiz ham 220 ishlaydi, soatga 3 kW transport qiladi. Xo'p, bunimiz narxiga keladigan bo'lsak, $1250 qilib qo'ydik, xudo xolasa, chiroyli narxlarda ulgurib qolinglar. Xo'p, navbatdagisiga o'tadigan bo'lsak, navbatdagisi jicha kattaroq, xuddi shuni akasi hisoblanadi. Akasi 100 grammdan 500 grammgacha bemalol upakovka qilaveradi. Bu apparatimiz 220 da ishlaydi, soatga 4 kW transport qiladi. Buni miyasi alohida, keyin pastda upakovka qilish miyasi alohida bo'ladi, ikkiga bo'lingan bo'ladi. Salapalari va rulonlari xudo xohlasa chiroyli turibdi. Mahsulotdan olib kelsalaring ham do'konda chiroyli qilib, funksiyaviy o'rgatib, hamma yo'qlarini chiroyli qilib beramiz. Xo'p, bunimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxini $1850 qilib qo'ydik. Xudo xohlasa skita narxda bexijolat chiroyli narxlarda qilib qo'yamiz. Eng kattarog'i bo'lgan bu 100 grammdan 3 kilogacha bo'lgan upakovka apparatim. Hozir buni rulon tugab qolgan. Shuna hisobiga salafani yo'q. Mana konkursda xuddi shuni akasi katta bahaybat hisoblanadi. Bu apparatning narxini $4800 qilib qo'ydik. Xuddi shu upakovочный apparat, Daza 600 modellarimiz ham Dazalar kichkina modellari, dazmollar kichkina vakuumlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qo'yib beramiz, bemalol aloqaga bog'lanishingiz mumkin. Butun O'zbekistonda yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Farg'ona shahar Polsha bozori oldida. Mana Polsha bozoridan kelaverish, Center Masjid bo'rdagi magazinimiz O'zbek Xitoy savdo uyi. Bemalol pastga nomerlar qo'yib beramiz, aloqaga bog'lanishingiz mumkin. Butun O'zbekistonda yetkazib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, obuna bo'lsangiz chiqmasin.